Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga dushanba 2025-yil 31-mart. Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Parkent tumani Cho'qqayma mahallasiga G'iyosiddin xonadonlari ikkovimizni bo'g'oz sigirlarimiz bor ekan sotiladigan, shularni video obzorini chiroyli qilib olib beramiz. Qo'ldan kelgancha yoqqan bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlab podpishkada bo'lib turasizlar. Qolgan to'liq ma'lumotini G'iyosiddinning o'zidan olib beramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. G'iyosiddin, yaxshimi ishlaringiz? Assalomu alaykum Bahodir aka, tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamoqsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'tib ketgan hayit oyomingiz bilan tabriklaymiz. Birga bo'lsin. Assalomu alaykum Bahodir Uz obunachilari, hammalari hayit oyomini bilan tabriklaymiz. Xudo xolisa Bahodir aka ikkita bo'g'oz sigir olib qo'yamiz. Ularni bir videosini qilib chiqarib beramiz degandek. Qani bo'lmasa qaysi biridan boshlaymiz bo'lmasa? Farqi yo'q, boyda qilib beramiz aka. Xudo xolisa aka, obunachilar lesib ko'klar chiqib qoldi. Mana o'tkir ekan mana shu gibrid sigir. Mashinadan boshlay qolaylik. Keling. Bu dehqonning uyida turgan. Kechagina bir boshqa sigirini lechinasiga borib, bu sigirni sotaman dedi, shunga aniq qildik, oldik. 20-25 kunligi bor ekan, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz, ha? Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi qoringa. Jaynab turgan, o'ynab turgan sigir aka. Yosh. Birinchi qoringa nechta sut bergan ekan, G'iyosiddin bu? 20 ta, 25 tagacha sut bergan ekan birinchi qoringa. Sen mana 20 ta 25 litr bergan o'rtoqlar. Endi 30 ta berganda vahma qilmaymiz-ku. Bu qanaqa buqaga qo'ygan ekanmi yo sun'iy urug' solinganmi? Bunga Boyqozondagi Anvar akani taniysiz-a, doktor? Ha, taniyman. Shuni o'zi sun'iy urug' qo'ygan ekan. Daftardan ham ko'rdik, bu 20 kunliklari qolgan. Sun'iy urug' qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Mana korobkalariga e'tibor berasizlar. Sigir zo'r. Qancha kelib qoladi? Endi kichkina mol emas, videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, hurmatli obunachilar. Bilmasak-ku. Birda olinyapti mana. Sigiri bo'yicha 152 borib qoladi. 152 borib qoladi. Endi uni katta yoki kichkina balki anaqa adashib qolmaylik-da. Mana o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib bahoni berib qo'yasizlar. Oq yelin qora so'zga mana. Yovoshligi zo'r lekin. Sog'imlari zo'r, ha? Ha, zo'r. Bemalol sog'averasizlar, xudo xolisa mana. Endi G'iyosiddin nech pul aytamiz, yopishtirib aytasiz narxini endi buni. Xudo xolisa Bahodir aka, maqsad sotish. Maqsad sotish. 36 million so'm ozgina xayri bor aka. Hurmatli obunachilar, 45 million so'mda buni cho'zilganimizda unaqasi yo'q. 36 million so'm ozgina xayri bor aka. Yeb ichishiga hamma unaqasiga javob beramiz. O'rtoqlar, narxi ham yo'lida bo'ldi. Sigir 4 kuray. 4 kuray, a? 4 kuray. Hurmatli obunachilar, narxlari ham yo'lida bo'ldi. Mana savdasini qilib olasizlar. Onlayn savdolar bor. Xudo xolisa mana telefon qilsanglar, lakassalarini tashab berishadi. Turishlarini ko'rsatib bering. Sigir yaxshi. U bizga misol uchun dehqon uyda olib kelamiz, fermada olib kelamiz yoki Rossiyadan kelgan deb aniq qilishi umuman kerak yo'q aka. Borini aytib sotamiz, xudo xolisa. Bizlarga u darajada qurbimiz ham kelmaydi Rossiyadan kelgan deb aniq qilishga. Mana boriga bozor o'rtoqlar. Lekin nihoyatda o'tkir mana. Gibrid endi boqqanlar o'zi biladi o'rtoqlar. Narxlari ham yo'lida bo'ldi. Mana savdasini qilib olasizlar. Onlayn savdolar bor, xudo xolisa. Onlayn savdolar bor. Hamma narsa kelishilgan holatda. Dastavka xizmatlari ham kelishilgan holatda aniq qilib beramiz. Mana. Xudo xolisa o'rtoqlar. Gilavnisi so'layib turgan mol emas aka. 4 tili tuyog'ini ham bir yaxshilab ko'rsatib bering aka. Bir hafta beramiz, garantiya. 10 kun garantiya bera olamiz aka. 10 kungacha garantiyasi bor. Parkentdan, o'zimizda Parkentda oladigan odam bo'lsa, 10 kundan keyin pulini sanab bersa ham bo'ladi. Olib ketib, ishonchli odam bo'lsa. Parkentda bo'lsa, misol uchun sinovga ham 10 kunda 10 kun sinovga ham beraveramiz. Hurmatli obunachilar, mol mana 100% ishonchliligi uchun garantiyani beryapti. Ya o'zimizdan ham olib ketyapti, pastdagi fermadagilar ko'rdingiz, unaqa oq sigirlari. Bugun qochgan bo'lsa 4 oylik bo'g'az deb ham chiqazib qo'yapti-ku, mana aka. Shoshilamiz o'rtoqlar, mana narxlari yo'lida bo'ldi.
savdosini qilasizlar mana. Xudo xolisi bitta xonadonni gullatadi. Mana turuvlarga e'tibor berasizlar, o'rtoqlar. Bitta yechib nariyoqqa bog'lavering, yurg'izib bering yana. Xudo xolisi o'zini sotadi. Mana. Tani joni sog', o'ynab turibdi mana. Joning sog' bo'lgur mana. Gibrid qidirib yurgan aka-ukalarimiz tavsiya beramiz mana. Ana oq kiprikli ekan. Xudo xohlasa bitta xonadonni gullatadi. Ko'p maqtab o'tirmaymiz o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa gibrid o'ta kuchli mol mana. Endi keyingisini yechib beramiz Bahodir aka. Bo'ldi, buni ham yechib Xudo xolisa yechib yurg'izib bering. Bu Xudo xolisa nechinchi qoringa bo'g'oz bu? 3-qoringa, 8-kuray hali. Endi kichkina chiqazyapti, nushurgan. Necha kunligi bor buni Xudo xolasa? Uzoq ketsa 12 kun, 10 kun, 12 kun. Og'ir bossa mana akay. Mana o'sha ostini ham solishni boshlagan o'rtoqlar, yorvorgan ostini mana. Joning sog' bo'lur mana. Qanaqa bu? Urug'mi, buqa qo'yilganmi? Bunga buqa qo'yilgan, Angus buqa qo'yilgan. Mana. Endi g'iyosidan qarang, o'zimizda parkent misol uchun yuqori chirchiq bo'ladigan bo'lsa, kelishib qolsa-da endi tug'dirib berishga qanaqa bo'ladi? Tug'dirib beramiz aka. Shu yaqin atrofdan bo'lsa tug'dirib beramiz aka. Ha, endi mana o'zingiz baribir o'zimizni qo'limizdan keladi. Chorva yo'nalishda har holda anaqa. yuribsiz-ku, tug'dirib berishga ham misol uchun agar puliga kelishib qoladigan bo'lsa, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana g'iyosidan o'zlari doktor yomon narsa tavsiya qilmaydi. Xudo xolisa bunisini ham, unisini ham olsanglar baraka topasizlar. Sigiri gazi uzun ko'ryapsiz. Ancha yo'g'an sigir, yaxshi sigir aka. Sog'imlari zo'r, muammo yo'q hech qanaqa. 4 ta so'skalariga, 4 tili so'skasiga, yeb ichishiga, 4 tili tuyog'iga javob beramiz aka. Bunga ham mana misol uchun buni kelganiga bir oydan o'tib ketgan Bahodir aka. Bir oydan o'tdi, bir oy davomida boqdik aka. Yeb ichishi zo'r, Xudo xolasa. Xudo xolasa o'rtoqlar, sigiri yaxshilab ko'rsating, bellarini qalinligini. Kichkina sigir emas, bu ham 1.40, 1.45 atrofdagi sigir. 1.40 ga suvda chiqadi endi videoda. Videoda bo'lmadimi, hurmatli obunachilar? 1.40 ga ustida, endi kamini aytaveringlar mana. Kamini aytavering. Tepasida ko'rib savdosini qilasizlar, hurmatli obunachilar. Sigirimiz kichkina sigir emas mana. G'iyosidan nech pul aytamiz endi jigar bunga? Bunga hamcha yopishtirib 33 million so'm azgina xayri bor aka. Hurmatli obunachilar, savdosini qilib olasizlar mana. Ko'rsating buni, mana shoxlari, boshqasi hamma joyi bir xil chiroyli kelgan aka. Har tomonlama kelgan. O'tkir mollar bular hammasi. Mana. Ularni misol uchun 5-6 million ustiga qo'yib aytganda unaqa yo'q, azgina qolsa dumalasa bo'ldi mana. G'iyosidan o'zlari o'rtoqlar yomon mol olmaydi. Endi hech kim ham hamma misol molga tikilgan pul qaytmaydi. Hamma ko'rib oladi-yu, chertib olingan mana mollar sifatiga, to'nlar, bichimlar har tomonlama zo'r mana. Xudo xolisa uyaltirib qo'ymaydi. Hurmatli obunachilar, onlayn savdolar bor. Nomerlarni qo'yib ketamiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqda ham, bozorda ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Narxlar yo'lida bo'ldi. Savdosini qilib olasizlar mana. Savdosimdan. Bahodir aka yaqin atrofdagi bo'lsa dastavkasi ichida aka. Toshkent shahri, Toshkent viloyati. Endi qarang, endi aniqtini yoritib ketaylik mana. Toshkent viloyatigacha dastavkasi ichida. Dastavka qilib berasiz o'zingiz. O'zimizni mana telashkalar yura oladigan joygacha uni qilib bera olamiz. Endi uni uzoq bo'lib ona qiladigan bo'lsa, unga ona qilib bera olmaymiz. Hurmatli obunachilar, mana Toshkent viloyatiga bo'lsa, dastavka xizmatlari mana G'iyosiddinning o'zlariga, xonadoninglarga kirib boradi. Endi vodiy, voha bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ya'ni tushunmovchilik bo'lmasin. Shoshilamiz mana, o'rtoqlar, tavsiya berib qolamiz. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamizni cho'zib o'tirmaymiz. Yoqqan bo'lsa, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldirasizlar o'rtoqlar. Kamchilik va xatolar uchun uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.